Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana o'sha kripto bo'lib o'tadi, yana sabiha bo'lib o'tadi. Do'stlar, ko'pchilik YouTube'larda ko'rsa, Minecraftda chiqarsa, faqatgina hate qilishadi. Bironta kommentda ham Minecraft videosini qo'ysa, har doim hating qilishadi. Nimaga do'stlar? Minecraft ham o'yin emasmi? O'yin emasmi? Minecraft ham o'yin-ku. Oddiygina o'yin-ku. Hamma narsasi butun yaxshi o'yin. Ko'pchilik jetskini masxara qiladi. Xo'p, sizlar yoqmasa bizga yoqadi. Yoqadiganlar ham bor. Haterslar unaqa qilmaylar. Minecraft ham odamga o'xshagan narsa. Unda ham zo'r narsalar bor, unda ham auralari bor. Ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Lekin hate qilmasanglar bo'ldi. Minecraftdan eng zo'r o'yin, yaxshi o'yin. To'g'ri, boshqa YouTuberlarga o'xshab faqat Minecraft zo'r demayman. To'g'ri, Roblox ham zo'r, eng zo'r o'yin. Minecraft ham zo'r. Solishtirish niyatim yo'q. Hamma o'yin zo'r bu dunyoda. Lekin hate qilish yomon-da. Aynan Minecraftga turli narsalar cringe deb, ana kvadropika, fake deyish noto'g'ri-da do'stlar endi. Minecraftga endi hate qilish endi yaxshi ko'rgan, mana misol uchun Roblox yaxshi ko'radi, Roblox cringe deb yozsa kimlarga endi sal yomon bo'ladi-yu, ko'nglingiz ozgina oladi-yu. Mana shunaqa narsa-da. Minecraft eng yaxshi o'yin-ku, normalniy o'yin-ku. Unaqa qilmaylar do'stlar. Xo'p, men har doim o'sha Minecraftga birinchi o'yin kirganinglarda yoki выживание bo'ladi. Minecraft o'zi aslida nimaga yaratilgan yoki nimaga chiqazilgan desanglar, xohlasalar mana informatsiyani eshitsanglar, mana hozirgi videoda eshitsanglar bo'ladi. Lekin agarda mendan to'liq ma'lumot olginglar kelmasa, YouTube'ga yoki Google'ga Minecraft tarixi deb yozsanglar, mana просто chiqazib beradi. O'sha hop Minecraftni birinchi yaratgan inson bu Notch bo'ladi. Notch u skina, короче, bomshlarga o'xshaydi. Lekin u zo'r narsalarni yaratib, o'zidan auralar qoldirib ketgan, o'zidan zo'r narsalar qoldirib ketgan insonni bilsak bo'ladi. Minecraftda Herobrine degan mod bor. U Notch, ya'ni hayotdagi akasi o'tib qolgani uchun hayotdagi akasini ruhini qo'yish nisbatida Herobrine chiqazgan. Men shunaqa informatsiyalarni, ma'lumotlarni YouTube'dan ko'rdim. Sizlar ham o'tib ko'rasizlar bo'ladi bemalol. Lekin do'stlar, mana shunaqa narsalar bo'lib, o'sha Notch Herobrine qildi, lekin u boshqa moblarni ham qo'yishga harakat qildi. Minecraft aslida 2013-yildan beri aniq zamonaviy bo'lib kelyapti. Masalan, Minecraftda ko'plab moblar kech payt izg'iydi. Misol uchun zombi, skelet, creeper, power, zombi sudagi zombi, fisherman zombi, Gold Enderman deganlar ham bor. Ular do'stlar faqat sizlarga kech paytda hujum qiladi. Sizlarga Minecraft sekretlari juda ham ko'p bo'lib o'tishi mumkin. Minecraft o'zi nimaga kerak hayotda olganda? Minecraft bu masalan birinchi marta men Minecraft o'ynaganimda hayajonlanganman. Bu qanaqa o'yin ekan? Turburcha narsalar juda ham qiziq-ku. Bizani hayotda turburcha narsalar yo'q deb o'ylaganman. Выживаниyalarni o'rganganman, zo'r narsalarni o'rganganman. Birinchi bo'lib ko'rgan o'yin turburcha bo'lgan, tomini yopmaganman. Chunki Minecraftda bloklar bir-biriga yopishini hali bilmagan qizcha bo'lganman. Men Minecraftni почти уже shu 7 yildan beri o'ynaganman. Hozir 12 yoshda bo'lsam, nechadir yoshda o'ynagan bo'laman. Hop desa, men Minecraft birinchi marta kirgan creative mod bilan kirganman. Ucha olishi bilganimdan keyin juda zo'rligini bilib, выживание rejimlarida ham o'ynab ko'rganman. Lekin выживание ko'pchilik qiyinchiliklarni menga olib kelgan. Lekin men unga qaramasdan creative modini yaxshi ko'rganman. Lekin do'stlar, shu Minecraftda hate qilganlar bor-ku, bitta narsani tushunib olinglar. Xafa bo'lmaysizlar. Robloxda ham hate qilmay yozganman. Mana sizlarga
yo'q-da. Masala, Nuqob bo'tda hozir Roblox sevadiganlar ham bor, to'g'ri. Men ham Roblox yaxshi ko'raman. Bitta odam, короче, kanali esimdan chiqib qoldi. Shu 2 oymi, 1 oymi oldin, короче, Minecraft vs Roblox deb chiqazgan. U Minecraftni короче hit qilgan. U короче Minecraft shunaqa hit qilganki, ya'ni bunaqa deb yozgan: Minecraft cringe, turburchi narsa, zerkali, детский o'yin degan. Haligi Roblox fanatlarini ishlama shag'al deb tashagan do'stlar. Bu mana do'stlar nima? Men Minecraft fanati bo'lsam, lekin Roblox fanati bilan Minecraft fanati ham bo'lsam, ozgina Minecraftga sal ko'nglim nenormalniy bo'lib qoldi. Uni kanaliga kirib hit qilib yozgim kelmadi, lekin men mash kanalimga Minecraftni chiqarsam, bitta kit edit nomer 1 degani menga Roblox yo'qmi, Roblox yaxshi deb yozadi. Bu kanalda birinchidan o'sha kit edit mashini ko'rayotgan bo'lsa, bu kanalda birinchi bo'lib qoida bo'yicha Minecraft chiqariladi bo'ldi. Roblox yo'q bo'ldi. Lekin men mana shunaqa haterlar uchun, Minecraftni hate qiladiganlar uchun Robloxni chiqazganman. Hatto meni kommentim hate'ga to'lib ketmasligi uchun. Mana endi solishtiramiz. Mana Google'ga yozinglar. Islom diniga qarshi o'yinlar deylar. Chiqadi. Counter PUBG orasida o'qib chiqqanda Roblox ham bor edi. Mana sizlarga oddiygina misol. Men hozir bu yerda Roblox yomonlamoqchi emasman. Roblox ham yaxshi o'yin. Lekin men prosta bu haterlar uchun. Haterlar mana Minecraftda hate qiladiganlar, shu cringe fake deb yozadiganlar, bilib olinglar, sizlarga bu e'lon. Meni o'zim ashaddiy podpисчиklarim, sizlarga kattakon rahmat. Meni qo'llab-quvvatlaganinglar uchun. Men o'zi YouTube'ga video qo'yishdan maqsadim bor. YouTube knopkasini olishni rosa orzu qilaman, shu orzumga yetaman deb men mashlarni chiqazaman. Roblox ham ora-orada chiqib turadi do'stlar. Endi aktivga qarab chiqadi. 35 ta 42 ta like yig'sanglar, mana sizlarga Roblox chiqarib beraman. Mana haterlar chuvogilarni, mana Minecraft haterlari Minecraftdan oddiy o'yin. Nima? U o'yin emasmi? O'yin-ku o'yin. Sizlar qayerdan bilasizlar? Mana Roblox ham hozir men bunaqa cringe deb yozsam, sizlar yoqmaydi, to'g'rimi? Kanal mana hozir Roblox chiqazganimni shu kuni ko'rdim do'stlar. Shuncha hate bo'lib ketdi. Videoyimni o'chirishga ham to'g'ri kelib ketdi do'stlar. Roblox yoki Minecraft dedim. Roblox ashim zo'r o'yin, lekin Minecraft ashim zo'r, undan ham zo'r deb yozdim. Mana shuncha hate to'lib ketdi. Endi tasavvur qilinglar. Endi Robloxga mana qilsam, endi Minecraft g'alati, Roblox zo'r desam, Minecraft haterlari nechtasizlar? Roblox haterlari nechtasizlar? Yozasizlar. To'g'rimi? Minecraftda endi normalniy o'yin. Bu videoda men sizlarga prosta Minecraftni tushuntirib beryapman. Yomonlamayapman. Roblox bilan Minecraft eng zo'r o'yin. Prosta meni kanalimga unaqa hate narsalar yozmanglar-da. Ayniqsa kit nomer 1 edit. Unaqa yozmang, bratim. Minecraftdan Roblox ham men uchun eng yaxshi o'yin. So'kib yozasiz, boru. Agarda mana shu gaplarimni eshitayotgan bo'lsangiz, siz so'kib yozasiz. Sizni kanalingizga kirdim ashim. Yozvormoqchi bo'ldim, lekin yozmadim. Chunki bizda aql o'rgan bo'pti hozir. Shunaqada, endi uni hech qilib yozish kerak emas-da. Buni bundaqa yozgansiz, qarang. Roblox bormi? Vashi mennaqa kepsan. Roblox zo'r. Yo'q, mennaqa deb yozgansiz. Sal logichniy o'ylang, bratim. Unaqa yozish vashimku. Hate qilinglar, unaqa. Bo'lmasa men YouTube'dan chiqib keta qolay do'stlarim, aziz do'stlarim. Hammamiz hayotimizga, normalniy hayotimizga qaytamiz. Yoki xohlasangiz do'stlar, bu kanalimni sotib yubora qolaman yoki bankga kirgizib tashlayman. Blokka chiqarib tashlayman. Buni sizlar xohlaganinglar. Meni ashaddiy muxlislarim ham bor. Shuning uchun o'zi shu haytdan keyin shunday kanalimni yo'q qilmoqchi bo'ldim yoki sotib yubormoqchi bo'ldim. Lekin o'yladim. Men muxlislarim nima deydi? Fanatlarim nima deydi? Men nima deyman? Men maqsadim bor, orzu niyatim bor dedim. Mana endi nima bo'lyapti do'stlarim? Unaqa qilmaylar. Kit nomer 1 edit. Unaqa qilmay sizga ham iltimos.
Heytga heyt qaytarma. Heyt qilma. Minecraft ham insondagi o'yin. Minecraft ham odam. Minecraft ham o'yin u ham. Robloxga o'xshagan o'yin. Faqat Roblox bo'lib ketmaydi-yu hayot. Minecraftdan Robloxdan ham tashqari boshqa zo'r o'yinlar bor-ku. Qayerdan bilasiz Kit Edit? Robloxdan zo'r o'yin bo'lsa-chi? Qayerdan bilasiz Kit Edit? Minecraftdan zo'r o'yin bo'lsa-chi? Mana endi shu gaplarni o'ylab ko'ring Kit Edit. Agarda eshitayotgan bo'lsangiz. Asli esa muxlislarim, hammaga xayr. Sizlar agarda menga mana shu videoga 5 ta yoki 4 tami, 10 tami like yig'ib bersanglar, hatto bir 5 tami like yig'ib bersanglar, yana Minecraftda 3-qismini chiqazaman. Mani video o'ldirdim degan hammaga xayr. Bu videoda ma'no o'zingizlar tushundinglar. Minecraftga hate qilmanglar. Robloxga ham hate qilmanglar. Hech nimaga hate qilmanglar, faqat hammani qo'llab-quvvatlanglar. Keyin esa oxiratda hammasi normal ketadi. Hammaga xayr do'stlarim. Sizlar bilan yana Creeper Year bo'ldi.